Hozir 20 kilovatli stansiyamizni obzorini sizlarga qilib beramiz. Hop, shundan keyin quyosh panellari bo'yicha o'rnatmoqchi bo'lsanglar, savollaringizga javob topsanglar bo'ladi. Hop, biz bugun Oqtosh dachadamiz. Dachamizga 20 kilovatli quyosh stansiyamizni o'rnatib berganmiz. Bugun biz sizga buni obzor qilib beramiz. Obzor vaqtida hop, quyosh paneliga bo'lgan barcha savollaringiz uchun javob topsanglar bo'ladi. Hop, 20 kilovatli quyosh stansiyamiz, hop, dachamizni o'zi 10 kilovatga ehtiyoji bo'lgan. Hop, yoz kunlarini hisobiga olib biz elektr energiyani davlatga sotmoqchi bo'lganlar mijozimiz o'shani hisobiga 20 kilovatli quyosh panel o'rnatganmiz. Invertorlari esa 30 kilovatli invertorlarni qo'yib ketganmiz, чтобы yana foyda ko'rsalar, ya'ni 10 kilovat qo'yib ketishi maqsadida. Bu klientimiz Jamshid aka har 2 kunda bir elektr energiyaga bo'lgan rasxodlari juda ham ko'p bo'lgan. O'shaning uchun quyosh paneliga bo'lgan fikrlari, quyosh panel qo'ydiraman degan fikr kelib qolgan. Keyin bizga Instagram orqali aloqaga chiqdilar. Hop, bizdanamizda rasxodi o'zi 10 kilovat qo'ysa bo'lardi, lekin Jamshid akam 20 kilovat yoki 30 kilovat qo'yishi o'ylab ko'rgan ekanlar va 20 kilovat quyosh panel qo'yib berdik, ortiqcha energiyani davlatga sotish uchun. Invertorni 30 kilovat qilib qo'ydi, yana 10 kilovat bemalol quyosh panel qo'ysalar bo'ladi. Hop, xolodilnik, hop, konditsioner, eng asosiysi konditsioner, hop, keyin nasoslari bor, hop, isitish tizimlari bor. Ha, shunaqa. Katta-katta narsalari bor, u elektr energiyaga juda ham rasxodi ko'p ularni. O'shaning uchun har 2 kunda bir 100 ming, 200 ming pul tushirganlar. Ha, shunaqa bo'lgan. O'sha hisobiga quyosh panel qo'ydirganlar. Quyosh panelimiz hozirgi vaqtda ham 13 kun bo'ldi o'rnatilganiga, quyoshsiz kunlarda ham 448 kilovat elektr energiya ishlab chiqargan videosini qo'yamiz. Hop, birinchi mijozlarimizni e'tibor beradigan narsalari, hop, haqiqiy tajribasi bor, hop, ustalari malakali va yaxshi garantiyali zavod mahsulotlarini sotadigan firmalardan olishi tavsiya qilamiz. Chunki quyosh paneli o'rnatuvchisi ham ko'payib ketgan, korxonasi, na skladi, na ofislari bor. Olib sotishib, ertaga yo'qolib qoladigan, telefonni ko'tarmaydigan korxonalar ham bor. Oldin nechta mijozga xizmat ko'rsatgan, necha yildan beri bu sohada bor, ustalari malakali, bizda YouTube'dan yokida nimalarimizdan bemalol Instagramlarimizdan ma'lumot olishsa bo'ladi. Hop, bunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Har bitta mijozimizga o'rnatilgan quyosh panel stansiyalarini hop, sizlar uchun yoritib berib turamiz. Hop, bu quyosh panelimizni iPhone deb olsak bo'ladi. Chunki sifati juda ham kuchli, butun Yevropa standartiga mos keladigan. Eng ayniqsa Jinko ismini, nomini eslab qoling. Jinko N-type quyosh panelimiz butun dunyoda reyting bo'yicha turadi. Katta stansiyalarga faqat Jinko ishlatiladi. O'shani hisobiga biz ham har doim o'z mijozlarimiz uchun Jinko panellarni har doim tavsiya qilamiz. Bu dachaga ham arzon panel ishlatsak bo'lardi, lekin bizga foyda kamroq bo'lsa ham klientimiz uchun yillik yaqin bir 30 yil bemalol xizmat qilib beradigan quyosh panellaridan qo'yib berganmiz. Bozorda 2 yil, 3 yil ishlab generatsiyasi tushib ketadigan panellar ham ko'p. Xitoydan restavratsiya panel olib kirib sotganlar ham ko'p. Bu obyektimizga Jinko 620 vatli panelimizdan 32 dona qo'yib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Har bitta panelni o'zini konnektorlardan foydalanib, parallelni ulanib qilingan. Hop, kabellarga keladigan bo'lsa, kabellari o'tda yonmas, suvda cho'kmas, biriga 6 PV kabellar. Bu PV kabeldan foydalanganda gofra tashab ketish shart emas. Chunki bu gofradan ham uzoq yil xizmat qiladi. Kamida 15 yil, 20 yil xizmat qiladi. Kabel tanlashda ham adashmaslik kerak. Ko'pchilik narxi tushiraman deb, tadbirkorlarimiz ham ko'p joylarda ko'rganman, yaqinda ham ko'rdim. Kabellardan foydalanadi. Bu o'zini quyosh paneli maxsus kabeli. Ahamiyat beradigan narsalarimizdan yana biri quyosh panelining o'zini MC4 konnektorlari. Bu MC4 konnektorlarda ham arzoni bo'lsa, tok berish juda ham kamayib ketadi. Bu ham bitta sabablaridan.
Hop, bu obyektimizda hammasiga o'zini maxsus mahsulotlardan foydalanganmiz. Avtomatlardan tortib kabellardan hamma narsa. Hop, tomimiz oq bo'lganning hisobiga mijozimizga temirlarni ham oqqa bo'yab eng qalin temirlardan ishlatganmiz. 4 ga 2, stenkasi ham 2 va ayamasdan sarflangan. Har bir tomni teshilgan joylarini Afex Clay'da bemalol yamab o'tib ketganmiz, чтобы ertaga qor yomg'ir yog'ganda tomga chak o'tmasligi uchun. Ikki taraflamali N-type quyosh panellarida hop bir tomonlamali quyosh panelidan nisbatan 3% dan 5% ga yillik generatsiyasi tok ishlab chiqarishi ancha ko'p. Sifati ham yaxshi. Bizda qimmat emas, aslida arzon, lekin odamlarning ko'ziga qimmat ko'rinadi, chunki 3 millionga ham, 3 million 200 mingga ham quyosh paneli bor. Lekin o'sha 3 million 200 ming so'm, 3 milliondan quyosh panel qo'ydirishadi. Hop, invertorni sifatini, paneli sifatini, panel qanaqa, hop, standartlarga to'g'ri keladimi deb so'rashmaydi, chunki sotuvchi o'zini gapini o'tkazib, shu panel yaxshi desa, odamni ishonib qo'ydiraveradi. O'shaning uchun bizda narxi qimmat emas. Narxi o'ziga yarasha quyosh paneldan minimallashtirish oson. 3 millionga quyosh, 3 million 200 mingga quyosh paneli qo'yish uchun hop, Jinkoni ham paddelkalari chiqqan, bozorda bor. O'sha paddelkalardan foydalanib yoki arzon panellarimiz bor, ikkinchi darajali panellarimiz bor. O'shalardan foydalanib, temirlardan qisqartirib, invertorlarni ham arzondan qo'ysa, o'sha odamlar aytgan 3 million 200 ming so'mga chiqarsa bo'ladi. Lekin bunaqa bunaqa tizimdagisini 3 million 200 mingga hech kim qo'yib bermaydi. Chunki har bitta obyektimizda biz toza narsalarni ishlatamiz. Shtobi klientni orqasidan, ya'ni klient chiqishi uchun odamlar yaxshi puli o'zini yonida ketadi. O'shani hisobiga biz har bitta obyektimizga hech narsani ayamasdan ishlatamiz. Kamroq foyda qilsak ham barakali pul topamiz. Hop, arzon qimmatligi shuda. Odamlar qo'yayotganda quyosh panelni 30 gradusda janubga qarab qo'ydirishi maslahat beramiz. Chunki katta stansiyalarda ham viloyatlar, har xil viloyatda har xil qo'yiladi. 30-33 gradusgacha qo'yiladi. Hop, ustalarimiz uchun lifehack. Quyosh paneli o'rnatganda quyosh paneli o'rtasidagi krepleni alyumin bo'lib, temir konstruksiyamiz temirdan foydalanadigan bo'lsak, hop, alyuminniy kreplenaga ko'pchilik shuni gayka bolt qotiradi, orqasi qotiradi, ketadi. Bizda yaqinda bo'lgan voqea, hop, shu bo'shab quyosh paneli tushib ketgan. O'shani hisobiga hop krepleni qo'ygandan keyin, kreplenani temirdan o'tkazgandan keyin o'zi mana bunaqa tangachalar bor, gayka bolt. Agar gayka boltni o'zini va anaqa zavodskoy tangasi bilan chiqqanlardan qo'ysanglar, mahkam ushlaydi. Hop, ertadan keyin shamol, yomg'ir bo'lgandan keyin quyosh paneli sirpanib yoki sinib, mijozga talofat yetkazmaydi. Odamlarda savol tug'ilishi mumkin, quyosh panelini o'zim o'rnatsam bo'ladimi? Albatta o'rnatsangiz bo'ladi. Quyosh panellarini ishonchli firmadan sotib olib va o'zingizni ishongan elektrik, tajribali elektrik bilan birga qo'ysanglar bo'ladi. Imni tadbirkor firmadan qo'ydirishingiz shart emas. Yoki bizdan mahsulot sotib oladigan bo'lsangiz, biz o'zimiz har bitta viloyatda o'zimiz ustalarimiz bor. O'sha ustalar orqali panellaringizni o'rnatsa bo'ladi. Narxi ham tushadi. Ozmoz tushadi, chunki servis ko'rsatadi quyosh panel o'rnatuvchi kompaniya. Hop, garantiya beradi. O'zi asli sotib olsangiz ham o'sha garantiyani quyosh paneliga 12 yil garantiya, invertorlarimizga 3 yildan 10 yilgacha garantiya beradigan, o'sha yilga tur beradigan invertorlarimiz har xillaridan bor. Bemalol o'zingiz sotib olib, optim joyidan o'rnatsangiz ham bo'ladi. Agar siz korxonadan qo'ydirmasdan o'zim sotib olaman desangiz, hop, izohlarda narx plus belgisini qoldiring. Biz sizga 5 kilovatdan 100 kilovatgacha bo'lgan naborlarimizni optim narxlarini sizga tashab beramiz. Bemalol olib o'zingiz o'rnatsangiz bo'ladi. Qiynalsangiz o'zimiz 0 dan 100% gacha bitish jarayonigacha aloqada bo'lib turamiz va malakali mutaxassislar tomonidan переговорda bo'lib turamiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.
Eng asosiysi hozir 20 kilovatdan yuqori bo'lgan quyosh panellari uchun MyGo'dan texnik shart loyihalari bo'ladi. Biz 20 kilovatdan yuqori bo'lgan quyosh panellariga o'zimiz dokument tayyorlab beramiz. Hozirgi kunda quyosh panelini dokumentini qilish ham juda qiyin bo'lib qoldi. O'zimiz sizni hech qanaqa ovoragarchilarsiz o'zimiz 0 dan 100 gacha qilib beramiz dokumentatsiyalarini ham. Hozir biz quyosh paneliga 12 yil garantiya berdik. Odamlar o'ylashi mumkin, bu quyosh panel 12 yil ishlar ekan. Ko'pchilik 30 yil, 40 yil garantiya beradi degan savollarga. Bu zavod garantiyasi 12 yil. Hop, ishlash muddati juda ham uzoq. Ya'ni quyosh panelimiz shu Jinko, aynan Jinko quyosh panelimiz 30 yilda 87% ga qaytadi. Ya'ni 13%, 30 yilda 13% yo'qotadi. Ya'ni iPhone ishlatgan bo'lsangiz yo'mkisi kamayadi. O'shanda 13% 30 yilda yo'qoladi. Keyingi 30 yillik bor. Keyingi 30 yillikda 50% ga qaytadi. Ya'ni quyosh paneliga jarohat yetmasdan, shikastlanmasdan qarab turilsa, bemalol 50 yil, 60 yil odamlar uchun xizmat qiladi. Invertorlarda ham xuddi shunaqa savol. Biz zavod garantiyasi, zavod bizga 10 yil garantiya bersa, biz xalq uchun 5 yil garantiya beramiz. Invertorlarimiz ham 10 yildan 15 yilgacha bemalol xizmat qiladi. Kabellar ham xuddi shunaqa. Kabellarimiz 30 yil xizmat qiladi, lekin biz 10 yil garantiya beramiz. Yana quyosh panel haqida sizda ko'proq ma'lumot bo'ladigan bo'lsa yoki savol bo'ladigan bo'lsa, savolingizni izohlarda qoldirib keting. Biz keyingi videolarimizda yoritib beramiz.